Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Skuter narxiga qiziqib yurganlar bo'lsa, mana bugungi kundagi yangilik skuter narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Albatta, arzonlashgan narxlarini aytib o'tamiz. Videoni diqqat bilan kuzatib, bitta like bosib turinglar. Biz sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Bu yerdagi barcha turdagi skuterlarni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz akalar. Demak, biz boshladik akalar. Qaranglar, bu yerda 4 ta akkumulyatorlik, 5 ta akkumulyatorlik, 6 ta akkumulyatorlik skuterlar mavjud. 3 oyoqli skuterlarni barcha turlaridan qilib bera olamiz va mana bunday velo skuterlarimiz ham bor akalar. Eng arzonchi yangilik variantlardan boshlaydigan bo'lsak, mana cho'ntak 14 modellari. Buni ham har xil variantlari bor. Oddiysi orqaga oldiga yuradigan varianti va balonlari shiroki variantlari bor akalar. Xuddi shunday holatda. Eng arzoni mana oddiy 14 cho'ntak skuteri 3.400.000 sotilar edi. 3.200.000 so'mdan qilib beramiz akalar. 4 ta akkumulyatorlik, 14 balonlik, 240 vatt motorli bo'ladi. Bitta quvvatida 30-35 km masofa bosib o'tadi. Kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, aytilgan narxdan ham tushib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda 3.200.000 so'm obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bor akalar. Telefon qo'yish uchun pastavkalarigacha bo'ladi. Detskiy rejimda 25 dan oshmaydi, sport rejimda 55 tezlikka chiqa oladi akalar. Endi shuni full varianti, ya'ni mana orqaga yuradi, balonlari shiroki holatda bo'ladi. 4 ta akkumulyatorlik, 240 vatt motorlik, bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi. Buni narxini 3.400.000 deb obunachilarimizga o'tib beramiz. Boringlar 3.200.000 so'mga qilib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda. Ana endi 16 cho'ntak modeli, xuddi shuni kattaroq varianti. E'tibor beringlar, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, motor quvvati 240 vatt, oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Orqa tormozlari 7 tormozlik, telefon qo'yish uchun pastavkalari bor, cruise kontrollari, rejimlari bor akalar. Xo'p, buni narxini akalar 4,5 million aytib sotilayotgan edi. Hozir skidka bahosida 4.200.000 so'mga chiqarib beramiz akalar. Xuddi shunday holatda. O'zini komplektida barcha turdagi skuterlarning komplektida kaska, jilet, zaryadka, bakovoylargacha bo'ladi. Ana endi lotkali so'raganlar bo'lsa, xuddi shunday lotkali variantlarimiz ham bor. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi, 14 balonlik. Xo'p, oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Mana bu yerda bitta yo'lovchi hamda yosh bolani olib ketsangiz bo'ladi akalar. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Buni narxini akalar 580 aytib sotar edik. Hozir skidka bahosida 570 dollarga chiqarib beramiz. Ana endi mana bu turdagi 3 balonlik skuterlarimiz, mana sidinasi oldiga orqaga suriladi. Xo'p, balonlari ham yumshoq balon bo'ladi, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Buni narxini akalar 600 dollar aytib sotar edik. Hozir skidka bahosida 590 dollarga chiqarib beramiz akalar. Xo'p, ana endi navbatdagi skuterlarimiz mana yangilik variantlarimiz. Ko'rinishi juda chiroyli Derskiy skuterlarimizdan 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oldi orqa tormozlari 7 tormozlik, motor miyalari baquvvat bo'ladi. Sidinalariga e'tibor beramiz, anchagina keng. Korobkalari to'rtburchak bo'ladi, oldiga orqaga yuradigan xususiyatlari bor. Bitta to'liq quvvatida 60-70 km masofani bemalol bosib o'tadi akalar. Buni narxini 450 dollarga chiqarib beramiz. Mana xuddi shunday holatda bo'ladi. Navbatdagisi Tank 5 Pro modelimiz, ya'ni oldiga orqaga yurish xususiyatlariga ega bo'lgan tank modelimiz. 5 ta akkumulyatorlik, 240 vattlik motor bo'ladi. Xo'p, buni bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofa bosib o'tsangiz bo'ladi. Akalar, buni 5.400.000 aytib sotar edik. Hozir skidka bahosida 5.200.000 so'mga chiqarib beramiz. Tank 5 Pro variantini, ya'ni orqaga yuradigan variantini akalar. 5.200.000 so'm skidka bahosida. Xo'p, navbatda Duga 5 modeli. Xuddi shunday holatda bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 vatt, bitta to'liq quvvatida xo'p 50-60 km masofani bosib o'tadi. 16 balon, saka diskali bo'ladi. Xuddi shunday holatda. Old tarafi 7 tormozlik, orqa tarafi tros tormozlik bo'ladi. Buni narxini akalar 5.300.000 aytib sotar edik oddiy variantini. Bu ham full variant hisoblanadi. 5.400.000 so'm, obunachilarimizga 5.200.000 so'mga chiqarib beramiz akalar. Ana endi oldi orqa jitkisli bo'lsin uka deganlar bo'lsa, Ninja modellarimiz bor. 5 ta akkumulyatorlik, 16 balon, saka diskalik. Mana orqa tarafi ham, oldi tarafi ham jitkis tormozli bo'ladi. Bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi akalar. Xuddi shunday holatda. Ko'rinishiga bitta baho berib bersizlar. Buni narxini 5.400.000 baho aytib 5.200.000 so'mga chiqarib beramiz akalar. Ninja 5 modeli oldi orqa jitkis tormozli variantidan. O'zini komplektida mana telefon qo'ygich pastavkalari, kaska jiletlari, zaryadka bakovoylari chiqadi akalar. Ana endi yangilik model, o'ta jo'ski Derskiy modellarimizdan. Ko'rinishi mototsiklni eslatadi. Mana bahaybat.
O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Xuddi shunday holatda akalar. Buni narxini 600 dollarga chiqarib beramiz. 6 ta akkumulyatorli bo'ladi, motor miyalari baquvvat, oldi va orqa tormozlari jidkis tormozli bo'ladi. Mana ko'rinishi xuddi Yava mototsiklarini eslatadi akalar. 600 dollarga chiqarib beramiz. Ana endi 20 ballonlik velosiped so'raganlar bo'lsa, 5 ta akkumulyatorlik oldiga orqaga yurish xususiyatlariga ega bo'lgan velosipedimiz bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'tadi. Buni narxini akalar 5 million so'm baho aytib, bu full varianti. 5 million baho aytib 4 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Yana oz-moz obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Ana endi Tank 5 modelini, mana Tank 5 modelini full varianti, ya'ni diskalari Redline diskali bo'ladi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Anchagina shirokiy bo'ladi. Mana bu 16 ballon skuter. Bu ham mana 16 lekin shirokiy ballon bo'ladi. Buni narxini akalar 5 million 500 ming so'mga qilib beramiz. 5 ta akkumulyatorlik bitta quvvatida 50-60 km masofani bosib o'ta oladi. Tank 5 full varianti. Va bu yerda Tank 5 Pro varianti bor. Tank 5 da oddiy varianti ham bo'ladi akalar. Narxlari 5 million 300, 5 million 400, 5 million 500 ming so'm. Lekin bulardan anchagina o'tib beryapmiz. 200 ming so'mdan narxini tushirib berdim. Bularni 5 million 500 ming so'm oz-moz o'tib beradigan joyi bor akalar. Ana endi Ninja variantimiz mana bu yerda ko'rsatib o'tdim. Xuddi shuni sherigi. Faqat bu oddiy varianti. Bunisi Pro varianti. Orqaga, oldiga yurish xususiyatlariga ega akalar. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Tormozlari, oldi va orqa tormozlari jidkis tormozlik, 16 ballon saka diskali bo'ladi. Bitta quvvatida 50-60 km masofa bosib o'tadi. Buni narxini akalar, hop 5 million 400 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. Buni 5 million hop 400 mingda 5 million 200 ming qilib beradigan bo'ldik. Bunisini 5 million 400 ming so'mga chiqarib beramiz akalar. Navbatdagisi juda bir antiqa modelimiz. Mana akkumulyatorlari CD-dan tagida joylashgan bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, korobkalari 4 burchak bo'ladi. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlari bor. Ballonlari Redline ballon, shirokiy bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham yumshoq model hisoblanadi. Buni narxini paytida 5 million 600, 5 million 500 aytib sotilgan. Hozir Pro variantini akalar 5 million 500 ming so'm oz-moz o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Ana endi buni tanishtirib o'tdik. Xuddi mototsiklga o'xshagan variantimiz 600 dollarga chiqarib beramiz akalar. Mana diskalari ham juda baquvvat bo'ladi. Jidkis tormoz bilan jihozlangan akalar. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday holatda 600 dollarga chiqarib beramiz. Tank 5 Pro aytib o'tdik buni. Buni 5 million 400 ming baho aytib 5 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Hozir akalar narigi qatordagi skuterlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Va shu o'rinda mana velosiped so'raganlar bo'lsa 28 ballonlik velosipedimiz. Mana yoshi katta hoji otalar uchun juda qulay, yengil variant hisoblanadi. Akkumulyatorlari bagajida, mana yangilik variant akalar. Buni narxini 4,5 million so'mga chiqarib beramiz. Xuddi shunday holatda. Mana kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, ana endi navbatdagi skuterlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu modelimiz Ninja modeli bo'ladi. Naryoqda ko'rsatib o'tdik. Bu boshqacha rangidan, ya'ni Pro variantidan oldiga, orqaga yurish xususiyati bor. 16 ballon saka diskalik, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta quvvatida 50-60 km masofani bosib o'tadi. Buni narxini akalar, hop 5 million 400 ming so'mga chiqarib beramiz. Oz-moz o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Navbatdagisi qo'sh fara so'raganlar bo'lsa, mana qo'sh fara modellarimiz. Xo'p, bu oddiy varianti, dugasiz variant hisoblanadi. 4 million 800 mingga chiqarib beramiz. 16 ballon saka diskalik, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi akalar. Hamma skuterlarning ikki xil rejimi bor. DT2da 25 dan oshmaydi, sport rejimda 55 tezlikka bemalol ko'tarila oladi akalar. Shuni farqiga boringlar, DT2 rejimda prava talab qilinmaydi, sport rejimida albatta prava talab qilinadi akalar. 4 million 800 ming so'mga qo'sh farani qilib beramiz akalar. Tank 5 modelini ko'rsatib o'tdik, ya'ni full varianti Redline ballon. Buni aytib o'tdik akalar. Xo'p, 5 million 500 ming so'mga qilib beramiz akalar. Oz-moz o'tib beradigan joyi bor. Ana endi Tesla so'raganlar uchun mana ko'pchilik o'tgan yil Teslaga ulgurmagandi. Mana ballonlari ham mana bunday Redline ballon bo'ladi. Ko'rinishi xuddi shunday holatda.
Aybga buyurmaysizlar, joyimiz ozgina torligi uchun qo'ldan kelgunicha ko'rsatib beryapman. Hop, Tesla modelimizni hop $450 ga qo'yganmiz. So'mda 5.500.000 bo'ladi. Buni ham oz-moz o'tib beradigan joyi bor. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Tezligi 55-60 tezlikka ko'tarila oladi. Hop, bitta quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Mana diskalariga necha akalar, o'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Tesla 5 modeli. Xuddi shunday holatda. Ninjani aytib o'tib ketdik. Mana bu boshqacha ranglaridan 5.400.000 so'm deb 5.400.000 ga qilib beramiz Ninja Pro variantini. Ana endi VL variantimiz 5 ta akkumulyatorlik sidinani tagida deb ko'rsatib o'tib ketdim. Bu full varianti. Mana balonlariga ham e'tibor beramiz. Yumshoq balon, shiroki balon bo'ladi. Bitta quvvatida 50-60 km masofa bosib o'tadi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Buni akalar 5.500.000 so'm oz-moz tushib beradigan joyi bo'ladi akalar. Hop, ana endi Tank 5 modelimizni oddiy variantini so'raganlar bo'lsa 5.300.000 so'm deb obunachilarimizga 5.100.000 ga qilib beramiz akalar. Tank 5 ta oddiy variant, ya'ni orqaga yurmaydi. Bu shunday holatda bo'ladi. Oldi tarafi jitki tormozlik, orqa tarafi tros tormozdan iborat bo'ladi akalar. 5.100.000 so'mga qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Valani ko'rsatib o'tdik. Hozir mana bu yerda ko'rsatganimiz bilan bir xil. Shunday mana bu yangilik modelimiz. Shunday holatda mana. Ko'rinishlari ham ancha derski akalar. Buni narxini 5.500.000 so'mga qilib beramiz. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Mana o'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Balonlari shiroki, yumshoq, oldi orqa tarafi jitki tormozli bo'ladi. Shunday holatda. Mana akalar. Ko'rinishi xuddi mototsiklni eslatib yoradi. Shunday holatda bo'ladi mana. Oldi orqa tarafi jitki tormozlik, 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Buni narxini $600 ga chiqarib beramiz mana. Xuddi mototsikllar emotsiyasini beradi akalar. O'zingizlar bitta baho berib ketasizlar. Xo'p, manzilimizni yana bir eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz pullik bo'ladi. Sizga joylashgan joyingizga qarab akalar. Bu arzonlashgan narxlar faqat obunachilarimiz uchun bo'ladi. Albatta kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Aytilgan narxlardan o'tib beramiz akalar, xudo xolasa. Hech kim aytganiga sotmaydi, savdolashib, oz-moz kelishib jo'natib bersak bo'ladi. Lekin dastavkalari mijozdan bo'ladi. Bizdan faqatgina narxidan oz-moz o'tib berish bo'ladi akalar. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Ma'lumot foydali bo'lsa, albatta bitta like bosib, xuddi shunaqa skuter qidirib yurgan yaqininglarga videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.